Jugulian Masu'nun jetini saqlayamaydiganligini bilib turib, yana nimishqa Masu'ni avatidi. Hem ahirda bu Masu'ni yig'lab turib o'limga hukm qildi. Qissa qildi bayon. Qaranglar, Jugulian bu asarda nihoyat donishmand, aqlli, pamparast bo'lgan bilan odam tunishda, ixtisosliklarni bayqashda Liu Bei'ga yetmaydi. Bu jihatda Liu Bei Jugulian'dan necha soat to'qchim. Liu Bei bu o'lib ketishdan burunla Jugulian'ga Masu Jigrin Kıy Changyong bunun Jongyong degan. Yani bu Masu'ni kichik ishlarda davom ishlashdan buldu. Lekin muhim vazifalar qo'yishga qat'iy bo'lmaydi ekan. Chunki Jugulian hamda bu boshdan Masu'ni hisobda qarsaqni o'ziga shogird qilib tanlab olgan shundan bir qo'lliq tarbiyalagan. Liu Bei bu Masu'ning bu vaqtdagi istidatini ko'rgandan boshdan shunday hukm qilayotgan. Hamda bu yerda Liu Bei o'lib ketgandan keyin Jugulian Masu'ni texnik qadrlaydi, yaxshi tarbiyalaydi. Hisobda yüzümü men Jugulian ölüp ketsem mening izimga shu Masu'ni bir mushavir qilish bo'ladi deb o'zini o'ylagan. Lekin o'sha vaqtning ichida bu Masu'ning qo'shin ichidagi inovati yo'q. Birinchidan bu yerda Masu nihoyat yosh. Ikkinchidan bu yerda Masu'ning cho'ng bir to'kpisim yo'q umumiy qo'shin ichida. Shuning uchun bu qitimning jetini saqlash vazifasini qaranglar, bu yerda Wei talashdi, Zhao Yun talashdi, Wang Ping başı belirsin qardı, lekin hech kimga bermay Jugulian bu Masu'ga berdi. Yaqtirgan do'stlar, meni qo'shib olishni unutib qolmanglar. Mazmunni o'chib ketmaslik uchun bir raqs yurakni ayamanglar. Mushu jangda mushu jetonni saqlab, Smayin Chikunralslar jangning muhim halqasi, to'pkariga aylandi. Shuning uchun bu yerda Masu'ni avatish orqali Masu g'alaba qilsa, Masu uchun to'pkar bo'lsa, shunday inov o'ssa degan o'ylagan Jugulian. Hamda eliq vaqtki Liu Bei'ning degan bu odamni muhim vazifa qo'yish bo'lmaydi degan gapni bir xato inkor qilmoqchi. Men bu to'g'ri tanlabdim, men bu shogird yaxshi tarbiyalabdim demoqchi. Biroq Masu o'ylimga yedim bu vazifani o'tishdan Liu Bei aytgandek haqiqatan o'tishdan chiqolmadi. Jetonni tatqizib qo'yib butkul mag'lubiyatning sababchisi bo'lib qoldi. Shuning uchun bu oxirida Jugulian yig'lab qiymagan holda bu Masu'ni o'limga hukm qildi. Endi bu yerda o'limga hukm qilmasa, buni yana bir qatim sinab beqishga to'g'ri keldi. Endi bu yerda shu belgining umumiy qo'shin ahvoli, Jugulian'ninki qolgan umri, bu yashnab qolgan epetqa vaqtda yana bir qatimlik bunda fursat kelmaydi. Hem Liu Bei'ning eriq degan so'zi rost bo'lib qoldi. Shuning uchun bu yerda amal yo'q, yig'lab turib bu yerda Masu'ni o'limga hukm qildi. Endi bu yerda bek yig'lab ketishning yana bir sababi nima bo'lsa, bu al-Mustaqdan qolgan, shunda o'qitlarning qo'llasizliklarini o'limga hukm qildiganda bir kichik uyini deyishki bo'ldi. Ya'ni yig'lab turib, qolganlar ko'z tush maqsad. Bizning begimiz, bosh vazirimiz va qo'llasizlik nihoyat kuyindiki. Shunda eg'ir bir xatolik o'tkazib o'lim hukm qilgan vaqtimni qaranglar, xuddi o'z o'lib turgandek chidamay yig'layapti deganni bildirib qo'yish xolos. Endi qaranglar, mush manzilga qarsak, bu yerda 5 yo'lga sanog'ning bir bo'lgan Zhao Yun ve yan qatorliq nurg'un butun sanog'lar bu yerda Masu'ning o'limini tilib oldi, bir qo'shiq qinini tilib oldi. Biroq faqat va Wang Pinglar Masu'ni o'limga hukm qilishda chin to'di. Wang Ping nimishqa shunday qildi? Undaqda bu yerda Jugulian'ning nimishqa qolgan bu Zhao Yun ve yana butkul sarkardlarning gapini ilkamay, bu Wang Pingning gapini ilib kelib, buni o'limga hukm qildi. Oldin qatim Harvardning oil tarbiyasi degan bir kitobni men tavsiya qilgan vaqtda nihoyat tizim tugab ketgan. Bu qatim men kitobxonlar bilan aloqalashib, oldin qatim bir qadar yaxshi to'liq bir nusxasini keltirdim. Bahsi 29.9 mu, kirasi 10 koy. Yani kitap işkirden sılganlık için 10 koy kirası çıkıldı. Bütün Şincan'ın nerede olsaydı vasanlar. Yüzününki insanları, balları için bir baş kitabın hep saklap koyduğunda Harvard'ın aile terbiyesi diye kitap hep saklap koysa onlar yaxşı soğuğat.